Har doimgidek yana boshqacha obzor, boshqacha rakursdan sizlarga. Bugungi obzorimizda Chevrolet Spark kengroq joyga borib olaylik. Pulti bor, 2021-yil mashina, agar adashmayotgan bo'lsa, 159 ming yurgan ekan. Qani kamerani bitta moslab olamiz. Marhamat, kamerani ham moslab oldik, xudo xolasa. Endi harakatni boshlasak bo'ladi. Bugungi obzorimizda Chevrolet Spark avtomobili. Sparkni o'zi ko'pchilik aytadi, Matiz'da chuqur restoring qilingani deyshadi. Endi balki bir tomondan to'g'ri, bir tomondan noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bu ham endi balki alohida bir konveyerdan chiqadigan mashina bu. O'zi 2005-yilda butun, ya'ni jahonga ishlab chiqarish boshlangan. Ya'ni bu Amerikada ko'rgan bo'lsanglar ishlab chiqarilgan. Undan keyin 2010-yilga kelib bizga o'tdi. Kondyorda ishlatib berdik. Hop, 2010-yil значит bizda ishlab chiqarilishi boshlandi Spark avtomobillarini. Spark mashinasini agar bilsanglar, bismillah, har doimgidek kamar taqqan holatda, remensiz iloji boricha yurmanglar. Remen baribir hammani o'zi uchun bo'lgan narsa, yashirma plastik. O'zimizni xavfsizligimiz uchun qilingan narsa bu. Hop, bismillah, mana Spark haqida gapirib turgandim. 2010-yilda bizda ishlab chiqarilishi boshlandi bu mashinani. Mashina 1 litrli, adashmasam 68 ta ot kuchiga ega va 1.3 litrli 80 tadan oshiqroq ot kuchiga ega bo'lib, ikki xil motorda ishlab chiqarilish boshlangan. Adashmasam 2015-16 yoki undan ham keyinroq. Agar kim aniqini bilsa, kommentariyaga yozib qo'ysin. Qachondan yangi motorda ishlab chiqarilish boshlangan, ya'ni mana Toshkent motor deb qo'yamiz biz. Shunaqa motordan qachon ishlab chiqarilish boshlanganini kim aniq sanasini bilsa, yozib qo'yinglar kommentariyaga. Mashina 12 sekund 0 dan 100 gacha bergan. Bu kitobida shunaqa 12-13 sekund beradi. Hozir bizga propan o'rnatilgan. Shahar ichida rasxodi mana konditsioner yoniq holatda 10 bitta shunaqa rasxod qilib turadi. Bu albatta konditsioner holatida, konditsioner yoniq, bilasizlar, konditsioner yongandan keyin qo'shimcha nagruzka bilan ishlaydi motor. Shuni hisobiga ko'proq rasxod qiladi. Agarda buni kitobida o'qiydigan bo'lsak, ya'ni kitobiy rasxodini aytadigan bo'lsak, 6-7 litr bergan. 6-7 litr rasxod qiladi qachonki uzoq yo'lga chiqqaningizda. Bu mashina ham uzoq yo'lga chiqqaningizda xuddi shunaqa 7 ta 8 ta rasxod qiladi. Maksimum 8 ta. Toshkentga bu mashina borib keldi. Egalari yaqinda ham aytdi, yaxshi, o'zini zo'r tutyapti. Bizda bilasizlar, Toshkent, Farg'ona-Toshkent yo'lda, o'sha Perivalda tepaga chiqishda albatta qiynashi mumkin ko'p mashinada. Bu mashina yo'q, yaxshi. O'zini yaxshi tutdi dedi, tezlikda yaxshi tutdi dedi. Va Sparkka o'zi ishonsa bo'ladigan mashina, ya'ni xadavoy tomonlama, mashina o'zini o'zi bir o'chib qolib bir joyda qolib ketadigan mashina emas-da bu. Любой joydan sizni tortib olib chiqib ketadi. Endi bitta kengroq joyga to'xtasak, salqinroq bo'lsa, sizlarga bir tashqi taraflardan to'laqonli bir ko'rsatsam yaxshi bo'lardi. Tak. Shunaqa gaplar. Mashinani xadavoylari juda ham zo'r. Menimcha GM'da ichida eng yaxshi xadavoy shularga qo'yilgan. Sparklarda eng yaxshi xadavoy. Qiynadi mana ozgina mayli. Endi salqin bo'lmasa ham, quyosh bo'lsa ham bitta ko'rsatib qo'yaman, quyoshda ham. Esinglarda bo'lsa, bundan oldingi videoda Matiz olgandim. Matizda ham xuddi shunaqa joyga kelib
Именно mana shu yerda adashmasam orqaroqda kelib olib qo'ygandim. Farg'ona ko'chalari yaxshi. Ko'chada juda ham issiq. Yo'llar yaxshi, lekin asfaltlar ancha chiroyli qilib qo'yishgan ko'chani. Bir tushib sizlarga mashinani tashqi tarafdan ko'rsatib qo'ysam. Mashinani oq jemchug adashmasam buni rangi, ya'ni jemchug deb nomlansa kerak. Zavodskoy diskalarda pozitsiyasi ham yaxshi. Buni ichini ham ko'rsatib, pozitsiyalari bularda yaxshi pozitsiyalarni tushunmasadim. Hozir ko'rsataman. Bu mana o'sha Toshkent motor 1.3 litrli, ya'ni 1.25 ABS bor, gidravlika, kechirasiz. ABS bor, elektrorul bularda. Keyin konditsioner hozir mana ishlab turibdi. Propan gaz o'tkazilgan. Bizni O'zbekiston sharoitiga men o'ylaymanki, juda ham zo'r. Shahar ichiga ayniqsa mashina juda ham zo'r. Kim agar biladigan bo'lsa, hozirgi paytda endi yaqin-yaqinga boshlanadi. Yaqinda parkovkalar muammo bo'lishi, undan tashqari hozir ham ko'p turibdi. Domlarning ichida mashinalar ko'p, qo'yadigan joy kam. Agar kim Rossiyada bo'lgan bo'lsa, hatto juda ham katta muammo shuni orqasidan. Va Rossiyada shu haqida esimga tushib qoldi. Rossiyada ayollar juda ham yaxshi ko'radi Sparkni. Ko'rganman. Ularda Nissan Juklari bor-ku. O'shalarda o'xshab minishadi. Mashinani mana hozir oldi o'rindiqda ishonsanglar 110 kilo yoki 100 kilolik akani mashinasi haydaydi va mana orqada o'ziga moslashtirgan. Men hozir o'tirib ko'raman. Ya'ni oldida shofyor 110 kilo bo'ladigan bo'lsa, o'ziga moslab, bo'ylari ham uzungina. O'ziga moslab olgan bo'lsa, menda yana xuddi shuncha joy bor. Ya'ni tiqilib qolmaysiz. Ancha yaxshi. Orqasi ham keng, Matizdan ko'ra keng, Nexia'dan ko'ra ham kengroq. Shuning uchun shahar ichiga, menimcha, kichkina oilalarga juda bob avtomobil. Bagajiga keladigan bo'lsak, bagajini ham tan olishga juda ham keng emas. Aytganimdek, bu propanni pastda bo'lgani uchun mana bagaji ham bor. Endi bagajga nima solasiz? Misol uchun bozorlik qilib chiqsangiz bemalol sig'adi. Mayda-chuyda narsalaringiz olib ketaverasiz. Lekin biz imенно mana shu mashinada kir mashina ham olib ketdik. Zo'r. Sig'di bemalol. Sijeniyani yotqizib turib olib ketaverdik. Diskalari zavodskoy diskalar 15 razmerda turibdi. Balon yumshoq, juda ham yumshoq. Hadovoyi aytib o'tganimdek eng zo'r mashinalardan bittasi. Endi men bu adashmasam full pozitsiyasi shu. Chunki podogrev bor, avtomat korobka hamma yo'q, konditsioner ishlab turibdi. Avtomobil tarixiga qaytadigan bo'lsa, kim esida bo'lsa, bu mashina kim ko'rgan bo'lsa, asosan ayollar haydardi. Esinglarda bor? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Endi hali birinchi chiqqan paytlarda hamma ayollar haydashni boshladi. Aslida ayollarga yoqdi bu mashina chiqqanda, to'g'rimi? Kim esida bor shu 2012-yillar, 2013-yil, 14-yillar aslida ayollarda bo'lib qoldi bu mashina. Kim endi o'sha payt ayollar mashina haydashni o'rganib, endi mashinaga qiziqayotgan payt Spark chiqib qoldi. Ayollar bob mashina shu edi, haligi yashil rangi bor edi-yu. Ko'zga tashlanadigan yashil rangi. O'shani olib, ayollar juda ham yoqtirishadi. Hozirgacha ayollar yoqtiradi mashinani endi. Hozir variantlar ko'payib ketdi. Ayniqsa Xitoy mashinalari ko'p variant beryapti. Va albatta ayollarimiz ham
avtomobil haydashni yaxshiroq o'rganishdi. U payt endi baribir biz uchun yangilik bo'lib turibdi. Ayollar mashina haydashi u O'zbekiston sharoitida bu boshqacha bir ko'rinyapti turibdi ko'zga. Xullas shunaqa. Avtomobil haqida aytadigan bo'lsak, yana texnik ko'ruvlari ancha yengil. Yengil deb qo'yaylik. Nimaga desangiz, ustaxonada bu mashinalarni kam kuzatasiz. Ustaxonalarda aniqroq gapirsam, bu mashinani kam kuzatasiz. Nimaga? Chunki mashina anchagina ishonchli mashina. Hozir aytib o'tib ketganimdek, yo'lda buzilib qolib, ko'chada qolib ketadigan holatga olib kelmaydi bu mashina. Ya'ni chirmashib bo'lsa ham sizni o'sha ustaxonagacha yetkazib olib boradi. Endi zapchastlarga keladigan bo'lsak, zapchastlari juda ham qimmat emas, lekin juda ham arzon emas. Mana yaqinda bir joyga narsa olindi, u ham endi baribir ustani o'ziga ham bog'liq ekanda, usta qancha summa aytishiga. Zapchastlari juda ham qimmat emas. Ishlatsa, ya'ni arzon emas, qimmat emas, o'rtacha narxlarda. Ya'ni chidamli narxlarda. Mashina rasxodi endi основной rasxodi baribir mashinada ходовойga bo'ladi. Основной rasxod shu ходовойga. Agar yana qanaqadir o'zingizdan qiziqtirib nimadirlar yasab mashinani ichiga, to'g'rimi? Agar kiritadigan bo'lsangiz, albatta oshiqcha rasxod bo'ladi. Agarda yo'q, shu zavod holatida haydab yuraveraman, lekin faqat shu ходовой yaxshi bo'lsin deganlarga bo'lsa, bu juda ham qo'l keladigan mashina. Rasxodi ham kam. Albatta studentlar juda ham yaxshi ko'radi bu mashinani. Studentlar olib haydashadi buni. Oilaviylarga, taksilarga juda ham xos. Ko'p, keng ko'lamda ishlatilayotgan mashina bu. Mana hozir kolonkalari ham juda ham yaxshi. Noliydigan darajada emas, maza qilib haydaysiz bo'ladi. Menga eng yoqadigani Sparkda bu ходовой ayniqsa. ходовой qancha gapirsangiz arziydi. Mana unaqa Spark oldin bo'lardi, esinglarda bormi? Ayollar ko'p haydardi shundan. Yana nimalarni gapirishim mumkin? Kommentariyada fikringizni yozinglar, nimalarni eshitmoqchisizlar. Bu nima kamchiliklari bor bu Sparklarda? Qanaqa bir kasalligi bor bu Sparklarda? Yozib qo'ysanglar, buni men misol bilmasman, o'zim uchun bilib olaman yoki yana kimdir bilmaydigan odam, ya'ni Spark haydovchisi bilib olar, shunga qarab harakatini qiladi. Albatta juda ham keng salon, materiallari ham juda ham chiroyli ishlangan Sparkda. Koja qilsa ham bo'ladi, lekin issiq sovuq bizda koja material jicha issiqda isib ketadi, sovuqda sovib ketadi. Shunga hammaga ham yoqavermaydi. Unaqa materialli salonlar bizda keng tarqalgan O'zbekiston sharoitida. Agarda mana boshqarilishi ham juda ham zo'rda, tezlikda mashina o'zini ushlashi baribir zo'r. Endi yana bir ikkita gaplar eshitganman, 160, 180 tezlikka chiqadi deydi. 160 ga chiqishiga ishonaman, lekin 180 ga kim chiqqan? Kommentariyada buni ham yozib qo'ysin. Agar Spark avtomobilida 180 ga chiqqan bo'lsa, gap yo'q. Lekin avvalo ehtiyot bo'linglar. Lekin adashmasam 160, 165 tezlikda bu avtomobillarda ограничение qo'yilgan va 160 tezlikdan keyin tezlashmasa kerak qo'shimcha. Agarda albatta pastlikqa tushmayotgan bo'lsanglar. Va peshixodlarda ham albatta yo'l berishni unutmanglar. Akalar, bu avvalo hammani o'ziga bog'liq, lekin peshixodda yo'l berishni o'rgansak bu yaxshi. Chunki
erta indin bari o'zimiz o'tamiz shu yerdan, bolalarimiz o'tishi mumkin. Tanishlar kimdir o'tadi baribir. Unga ham yo'l berishsa, albatta sizlarga ham приятно bo'ladi, ya'ni yoqimli holat. Shunaqa gaplar. Spark haqida kimda qanaqa ma'lumotlar bor, ma'lumot o'rnida, misol bilgan narsalarni aytib o'tsalar kommentariyalarda biz o'shanga qarab yangi kontentlar olishimiz mumkin bo'ladi. Kompaktlikligi yoqadi, rasxodi kamligi yoqadi va albatta dizayni ham chiroyli. Mana hozirgacha dizayni o'lmagan desa ham bo'ladi. Bismillah. Akalar hormaylar. Parkovka qilish ham juda mazza-da bu Sparkda borki, men juda ham yoqtiraman Sparkda parkovka qilishni. Men orqa manchasi, ayniqsa xollagan sohalaringga olasizlar buni yayraysizlar. Shahar ichida ayniqsa. Men Rossiyada Matiz haydaganman. Shunaqa Matiz bilan ham почти bir xil-ku buni. Lekin olaman deb Spark ololmadim. Parktronik deydi shuni. Parktroniklari ham bor. Bu full pozitsiyasi, значит. Endi Matiz haqida gapirdik. Lacetti haqida gapirdik. Spark haqida gapirmasak bo'lmas edi. Nima deb o'ylaysizlar bu kichkinagina obzorimiz sizlarga yoqdimi Spark haqida? Birorta bir qiziq ma'lumot oldinglarmi Spark haqida, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, kommentariya yozib bizni qo'llab turish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.